Assalomu alaykum, hurmatli aziz vatandoshlar, blogerlar, hurmatli prezidentimiz. Mana men bugun 25-yil 22-iyun kuni murojaat yo'llamoqchiman. Bu murojaatni yo'llashimdan maqsad mening tushib qolgan bu holatimga ijobiy ko'mak berishingizni so'rayman. Men Berinli tumani Turan mahallasida yashayman. Uyim 46-sonli Proda o'rta maktabiga yaqin. Mana bu men mana bu sizlar ko'rib turgan bog'lar. Oldin bu tashlandiq, suv chiqmaydigan yerlar edi, xaroba bo'lib qolgan. Bir kuni menga maktab direktori shu yerlarni parvarish qilib berishimni so'radi. Men u paytlarda maktabda qorovul bo'lib ishlardim. Bu qorovulning oylig'i xo'jalik boqishga yetmasdi. Shuning uchun men bu yerda parvarish qilib berishga rozi bo'ldim. Shundan beri bu yerlarga mana uzum na'llarini ekdim. Hamma meva na'llar bor. Shundan beri 20 yildan beri shu bog'ga qarayman. Maktabga ijara pul to'lab o'tiribman 20 yildan beri. Direktorning aytgan pulini. Hozir mana hamma havas qilg'iday bog' bo'ldi. O'tganlar mizarning ham shunday bog'imiz bo'lsa ekan deb havas etadi. Biroq 25-yil 19-iyun sanasida yangi saylangan mahalla fuqarolar yig'ini raisi meni huzuriga chaqirib, sen qayerda yuribsan? Hokimiyatdan, arxitekturadan odamlar keldi, kadastrdan. Shu mana bog'da buzib mahalla fuqarolar yig'iniga bina solib berajak dedi. Agar dedi o'zing solib bersang buyog'ina 2 ta magazin maishiy uyma sana beriladi dedi. Solib berolmasang boshqa sponsor bor dedi. Men bu xabardan shokka tushib qoldim. Shundan beri tinchligimda, uyqumda, yegan ichganimda halovat yo'q. Bu boshqa xuddi nimaga boshqa yer yo'qda shu bog'ga ko'z tikib turibdi bular. Shundan keyin ertasiga men hokim huzuriga bordim. Hokim boshqa yer taklif qildi. Uzum bog'larda mana bu bo'sh turgan tarafga ko'chirib bersak bo'lmaymi deb taklif berdi. Men rozi bo'lmadim. Shundan keyin boshqa nimangiz bo'lmasa o'zim javobini aytaman deb yubordi. Men hayronman, hozirgi kunda bu prezidentimizning bog'roqlarni yaratish, ko'kalamzorlashtirish, daraxt ekish kabi siyosatiga unda shular qarshimi bular? Bu mutasaddilar shunday qarshi bo'lsa, keyingi avlod, yosh avlodimiz nima bo'ladi? Ulardan nima kutamiz? Bu daraxt ekib, bog'roqlarni yaratishni yosh avlodga o'rgatish bu mutasaddilarning ishi emasmi? Sizlar nima deysizlar, aziz vatandoshlar, blogerlar, hurmatli prezidentimiz? Agarda shu murojaatim sizlarga yetib borsa, menga
əməli yardım verişinizi sorayım mən.